Bilasizmi, ko'pchilik ustozlar qiladigan xato borda, darslarda o'quvchilarni qabul qilish turlari bor. Shuni inobatga olishmaydi. Birinchidan, masalan, ayrim o'quvchilar bor, ular audiallar eshitganini yodida qoldiradi. Ikkinchi tipdagi insonlar esa ular vizuallar, ularga to ko'rsatmagunizcha, doskadami, televizordami, rasmdami, ular o'sha ma'lumotni qabul qilishmaydi. Uchinchi tipdagi insonlar esa ular kinestetiklar. Bergan ma'lumotni ular vazifa qilib, hayotda yoki topshiriq asosida bajarib o'zlashtirmagunlaricha o'sha mavzuni o'zlashtira olmaydilar. Hatto shundaki, darslarni tashkil qilganda mana shu 3 ta tipdagi insonlarga to'g'ri keladigan axborotni tashkil qilmaslik. Umuman olib qaraganda har bir ekspert, har bir o'qituvchi har bitta darsini tashkil qilayotganda mana shu 3 ta tipdagi insonlarga teng baravar topshiriqlarni, ma'lumotlarni bersa, darsi zo'r natijaga erishadi. Samarali dars va sifatli kurslarda siz uchun foydali bo'ladigan videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling.